Yo'q narsani bar ko'rsatish, quyruq ko'rsatib o'pkizitish degandek maqol tamsillarimiz tilga ilinganda, qizil ko'z aldamchi, saxtipaz yolg'onchi kishilar esimiz kelishi mumkin. Ammo kishilik munosabatda va yoki tashqi ko'rinishda o'xshash mantiqa asosida yashayotganlarni nima bilib, biz bugun yoshlar orasida vabo kabi tarqalayotgan, yoshlarimiz bilib bilmay qiltiqiga tushib qolayotgan ijtimoiy kasalliklarning biri hashamatxo'rlik haqida to'xtalamiz. Cemiyet to'xtamay taraqqiy qiladi. Kichiklar cho'ng'iydi. Tajribasizlar tajribaga ega bo'ladi. Kichik shirkatlar cho'ng'iydi. Buningga ergishib kishilarning ijtimoiy saviyasini to'xtamay olg'a ilgirlaydi. Bu Allohning qonuniyati. Bu dunyoning qonuniyati, bu bir real haqiqat. Bir musulmonning haddidan oshirib o'tmagan, isrof qilmagan holda dunyo ne'matlaridan bahramand bo'lishi hech qachon cheklangan ish emas. Balki uning Alloh ato qilgan ne'matlarni oshkor qilishi, oilasi va atrofidagi kishilarga texmi yaxshi yashash sharoiti hozirlab berishi eng yaxshi sadiqa hisoblandi. Ammo dal aksicha o'z ahvoliga qaramasdan hashamat va mukammallik izlash, topgan pulning tayini yo'q, isil telefon, hashamatlik mashina, yaxshi tomoq va restoranlarni qo'g'lishish, hatto olgan yerdan pullarini yig'ilish o'ltirishlarga, isil sayohatlarga ishlatib o'tib, amaliy ehtiyojlarga kelgan vaqtda beshini tuvan solib o'ltirish yoshligimizni nobud qilishga elayotgan tunji qadamlarimiz hisoblandi. Nemishqa ajaba musulmon yaxshi yesi bo'lmamdi, yaxshi yashasi bo'lmamdi, sayohat qilib nazar doirasini kengaysa bo'lmamdi deyishingiz mumkin. Men deymanki, albatta bo'ladi. Ammo musulmon bugun uchun atisini qurbon qilmaydi. Balki navbat kelganda bugunini atis uchun qurbon qila oladi. Dunyo hayotini oxirat hayotiga tegishalaydi. Bugun erishgan ne'matlarga qanday shukr qilishni aslo nazardan soqit qilmaydi. Amaliyotda bir o'quvchining ehtiyojidan ortiq pulining bo'lmasligi nihoyat normal ahvol. Bulupmu bizga o'xshash vatanidan ayrilib sarson bo'lgan, barliq iqtisodiy jug'lanmalaridan bir butun yetim qoldirilgan bir millat yoshlarining bundoq ahvolga tushib qolishi texmi normal ahvol. Ammo boshqalarning xohishi va tanlashi bo'yicha yashashga urinish, atrofimizdagi kishilarning fikri qurboniga aylanib ketish va o'zimiz bo'lib yashamaslik hargizmi normal ahvol emas. Yoshlik bizning o'z imkoniyatimizni yaxshi bilib, kelgusiga ul soladigan, erishgan yaxshi fursatlarni o'yin tomosha, hashamatlarga emas, atimiz uchun mablag' qiladigan. Shu orqali kelgusimizning dastlabki ul tashlarini bosadigan bir mezgilimiz hisoblanadi. O'zimizning o'rnini bilinmaslik amaliyotda yoshligimizning isrof qilinishi va yoki zayo qilinishi hisoblanadi. Shundaqla o'z ahvolini dangsayamaslik, yemak ichmakda, kiyim kechakda atrofimizdagi kishilardan qilib qolmaslik uchun har vaqt boshqa turib yashash, buning yoshlarning o'qishi va xizmatiga og'ir aks ta'sir bo'ladi. Men nemishqa ular erishgan narsalarga erishamayman, mening haqqim yo'qmi degandek savollar bilan ularning fikri qalaymiqanlashida aktivchanligi tuvallaydi. Xizmat unumi og'ir ta'sirga uchraydi. Bu ahvol Yahya ibn Muaz rahimahullohning munu so'zini eslatadi. O'zini tunigan Rabbini tunuydi. Ya'ni o'z o'rnimiz, imkoniyatlarimiz va kamchiliklarimizni qancha baldur his qilib to'liqlasak, kelgusida biz da'vo qiladigan va orzu qiladigan, har vaqt ig'zimizdan tushirmaydigan, Alloh rozi bo'ladigan bir hayotni qurib chiqa olamiz. Ammo dal aksicha hayot realliklarini qabul qilmaslik va shuningga mos qadamlarni olmaslik bizni hech qachon olg'a ilgirlatmaydi. Balki keyniga chekindirdi, xo'rtidi. Bundaq ahvolda allaqachon ruhiy jihatdan mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Shunga aziz yoshlar, boshqalarning havaslariga qul bo'lmanglar. O'zimiz bo'lib yashashning lazzatini tetinglar. Bir kun kelib, "Hay, hammani qilgan ashu hashamat" deb pushaymon qilishning oldini olinglar. Hech qanday foydasi yo'q behuda ishlarning, behuda hashamatlarning keyindan qo'g'lab emas, balki bugun sizlarga manfaatli bo'lgan, sizlarning haqiqiy qimmatinglarni belgilaydigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish orqali texmi izzatlik va sharaflik hayotga ega bo'linglar. Ulug' Alloh ruhimizga ishonch, aqlimizga kuch-quvvat ato qilsin.